Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sog'misizlar, sog'masizlar. Ozgina vaqtlaring olib qo'yaman, chunki akamizga suroshni hozir mana sezon, xolasiz mol qo'y, xolasiz priz sezonlar kelib yuk tashaverasizlar. Mana Volga aravasi bilan sotib yuboraman. Aravasi ham uzun, mol ham ancha ketadi o'rtoqlar. Mana shuni ikkalasiga 2,5 ming kim bersa sotib yubordim deyaptilar, 31 Endi mana ishlangan mashina, maqtashni kerak yo'q. Mana shu mashina, to'g'rimi? Yili nechi buni? 2000-yil ekan o'rtoqlar. Prostoy motor, ha? Prostoy motorni salonlari ana yaxshi, mana ko'rib turibsizlar. Mana ishlab tirikchilik qilib, tirikchilik bilan yuk tashigani yaxshi, mana ko'rib turibsizlar. Olib binaverasizlar, xudo xolisa. Aka, motor qanaqa? Yaxshimi, rasxod yo'qmi? Motorda nima rasxodi bor? Avtorasxod bormi yo'qmi? Yaqinda Gilza Porsin yangi bosildi deb aytayaptilar. Tak, metani bormi aka buni? Qani? Ochimchi. Ustalik GB urilganmi? Yangi texpasportda? Bo'ldi, bekitdi. Bo'ldi. Endi ayba kuzib ekan-da aka, mana chaqa chuqa. Banfer ablisovkasi yo'qmi? Qo'yish kerakmi? Bo'ldi. Mana balon holatlari. Xullas, sekin ochingchi. Ochaver. Mana motor holatlari o'rtoqlar. Yaqinda Porsche mashina yangi. Eng qizig'i Akkumulyatordan yangi qilib qo'ydim. bo'ldi. Ventilyatorlargacha hamma Yo'q yaxshi. Bo'ldi. O'rtoqlar, ikkoviga 2,5 ming. Mana araba yasatsangiz ham anchaga tushasiz. Yasatmay qo'ya qoling mana, tayyor. Necha metr aka bu? Onasi bilan kallasi bilan turibdi. O'zi 2,5. Ha, molni kallasi chiqib tursa 4 metr bo'ladi, ha? Ha, mana o'rtoqlar qaychilik ekan mana dishlar. Dishlar qaychilik. Nima deysiz? Eniga 2 da. Eniga 2 uzunasiga 4 ekan. Mana. Juda qulay. Qancha nechta shlaka blok oladi aka? Nechta? 2 ta shlaka blokni xotirjam olar ekan. O'rtoqlar, hozir pulni kelishamiz. 2,5 kam bor turishdi. Ikkovini olganga bitta narx aytamiz, xudo xolasa. Qiziqqanlar bo'lsa, olasizlar. Oh. Xo'p, aka, buni dokumenti yo'q, ha? Dokumenti yo'q o'rtoqlar. Mana taglari, mana pritsepti. To'rga 2 mana uzunligi. Asal mol qo'y tashigan, resurslari ham traktorda qilingan. Xo'p, ikkovini xullas aka, oxiri biz obunasiz necha pul qilib berasiz? Endi 2,5 deyapti. Chepcha tushiraman. Chepcha tushib beriladi. 2000 ga ikkoviga ketadimi yo'qmi? Ikkovini olaman desa. Kelishamizmi? Telefon qilsinmi? Bo'ldi, o'rtoqlar, shu nomerga aloqa chiqinglar. Mashinaning o'zini dokumenti zo'r, hamma yo'q zo'r. Mana pritsep ham katta mazaq ishlatasiz, xudo xolasa, pul zararlarkan olasiz. Namangan viloyat Mingbuloq tumanida turibdi, Jamashuyda. Telefon qilinglar, chiroyli lokatsiya berib kelib olib ketaverasizlar.